Assalomu alaykum. Hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz, like bosib, podpiskani bosib bang'illatib yuboringlar. Shu kunlarda ko'proq odam yig'ishimiz kerak. Xo'p, ishlarimizdan boshlaymiz. Listvak gold rangda materiallari atachento yuvib chiroyli artib ishlatilib oladi, xudo xolasa. Bunimiz 3 qavat piramida qo'yilgan. O'ta go'zal. Orqalarida pardalari yo'q. Tepalar qo'yib qo'yganmiz. Shu ishimiz xoniga keladigan bo'lsak, xoni 275 ga 110. Taylari xon taxta bo'ladi. Mana gullari bor. Mana shu holatda mana uyga kirsa o'zi lovullab turadigan ish qilib qo'yganmiz. Bunimiz endi xo'p, har xilidan qilib beraveramiz. Materiali manaqa, rangi manaqa deganlarga rangini ham, materialini ham farqi yo'q. Qanaqa materialda bo'lsa qilib beraveramiz. Telefon raqamlarimiz tagiga yozib qo'yamiz. Xudo xolasa mana o'tirsa o'ta go'zal. Maza qilib o'tiradi. Orqaga tashab o'tiladi. Oldiga bunday bo'lib qolmaydi. Shunaqa stollar ham bor. Ularimiz jicha arzonlar narxi. Shuning uchun buni sal yotkizib, sal orqaga tashab bellar maza qilib o'tiradigan qilib qo'yganmiz. Xo'p, bunimiz shunaqa fasonda ishlaganmiz. Iplarni tortib qo'yganmiz. Tugmalari bor. O'zgacha qilib, chiroyli qilib bezab qo'yganmiz. Agar uzoqroq joyga dastavka qildiraman desanglar, hijolat bo'lmanglar. Dastavkalarimiz bor. Andijon bo'ylab dastavkamiz bepul. Xo'p, agar chiqib ketadigan Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro taraflarga chiqib ketadigan bo'lsa, mana shunaqa holatda falga qilib beramiz. Mana shunaqa holatda falga olib chiqadi. Hech qayerda urinmaydi. Chiroyli qilib shopperga yuklab, manaqa qiling aka deb arqonlari bilan o'ratib, chiroyli qilib joylashtirib beramiz. Materialimiz xudo xolasa atachento materialdan, mo'shin materialdan qanaqa bo'lsa qilib beraveramiz. Rangi shampan rangda. Xo'p, bunisi mana o'ralmagan holati. O'ralmagan holatini ko'rsatsak, bular ham maytiga 3 qavatli machalka qo'yganmiz. Bu yerda piramida bo'lgan. Orqalarida pardasi bor. Yong'oq ishimiz. Bunisi komplekt 12 talik 4,5 million so'm chiqadi. Orqalarida pardalari bor, broshkalari bor. Arqonlar qilib qo'yganmiz. Shampan yong'oq uchun sal qimmatroq puli 4,5 million so'm. Bunisini narxini keladigan bo'lsak, xo'p, bunisini 3 million 100 ming so'm qilib beramiz. Xuddi shu holatini taylari xon taxta bo'ladi. Naqshlari bor, naqshlarni ko'rsatib ber. Mana bu dasturxon solganimizga naqshlari ko'rinmagan, shuning uchun bitta ochib ko'rsatib beraylik. Buni ham hali tayda naqsh yo'q ekan. Bekitib qo'yibdi naqshini, shuncha arzonroq bo'lsa kerak deb o'ylayotganlarga mana naqshlari bor, o'z joyida chiroyli qilib qo'yganmiz. Buni solib qo'yganmiz. Shunaqa haliga dasturxonimiz qandaydir boshqacha chiroyliroq turadi. Tillalariga tortadi. Buni naqamiz dasturxonimiz, shuning uchun shuni qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa mana shu ishlarimizdan bor. Dastavka qiladiganlar bo'lsa, dastavka qilib beramiz, chiroyli narxlarda chiqarib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, podpiskani bosib qo'yinglar, obunani bosib qo'yinglar, layklarni bang'illatib yuboringlar jigarlar. Xudo xolasa mana shu ishlarimizdan bor. Qanaqa ishlardan bo'lsa telefon qilib zakaz qilsanglar, rasmlarni, kataloglarni, materialni qanaqa bo'lishi, qanaqa bo'lishlarini hammasini batafsil tushuntirib beramiz. Xudo xolasa podpiskani laykni bang'illatib yuboringlar. Keyin yana aytinglar endi botchalarga olib bersin endi mashlardan. Agar uyda stol stul yo'q bo'lsa, stol stul qo'yaman deganlarga aytinglar. Xudo xolasa shularimiz bo'ldi. Kanalimizga bang'illatib layklar bosinglar.